Aniq bilaman, siz ushbu atirgul bo'g'irsoq retseptini qidirib yuribsiz. Mana sizlarga retsept. Albatta videoni saqlab, yaqinlaringizga yuborib qo'yinglar. Ular ham ushbu retseptni qidirib yurgan bo'lishligi mumkin. O'zi ham bo'g'irsoqimiz ham bo'g'irsoq bo'ladi-da. Bo'g'irsoqimiz xamiri uchun iliq suvga shakar, tuz, 1 choy qoshiq silliq qilib dro'ji solamiz. Eritib olingan oq yog' solamiz. Elangan un solib, tez-tez xamir qoramiz. Mol yog'i qotib qolishi mumkin yokida. Tayyor bo'lgan xamirimizni 5 daqiqa ustiga salofan yopib dam oldirishga qoldiramiz. Dam olgan xamirimizdan endi zuvalachalar yasab olamiz. Zuvalalarimiz 140 grammdan bo'lishi kerak. Endi bo'g'irsoqlarimiz tayyorlanish jarayoniga o'tamiz. Juda ham oson, qiyin emas. Shunaqa uzun shlankalar qilib olib, 70 cm qilib uzun qilib yoyib olib, o'rtasidan kesib olamiz. Tepa tarafi qoladi, past tarafini kesib olib, shunaqa soch o'rganga o'xshab o'rib chiqamiz. 6 ta 7 ta o'rim chiqadi. O'rtasidan ozgina juvalab olamiz. Chetlarini sarimsoq ezadiganda iz tushirib, chiroyli shakl beramiz. Xamirimizni orqa tarafini o'girib, endi atirgullarni yasab olamiz. Avval g'uncha qismini aylantirib olib, tagidan mahkamlab qo'yamiz. Keyin ochibroq o'raymiz, yopishtirib o'rab qo'ymanglar, shunda ichlari bilan pishadi. Har aylantirib olganimizda tagidan mahkamlab qo'yamiz. Atirgulimizni ochibroq, bo'shroq qilib o'rasak, bemalol ichlariga yog'li ham kiradi va bemalol pishadi. Chetini ochirilib ketmasligi uchun zubochiskada qadab olamiz. Qizib, hovuridan tushgan yog'imizda o'rta olovda 30-40 daqiqa davomida qizartirib, har taraflarini aylantirib pishirib olamiz. Mana xamirlari kumur-kumur og'iz deyiladigan juda ham mazali bo'lgan bo'g'irsoqimiz tayyor bo'ldi. Hayit dasturxoningiz ko'rki bo'ladi, albatta tayyorlab ko'ring. Sahifamga obuna bo'lib qo'ying, yanada qiziqarli retseptlarni ko'rishingiz mumkin.